Sari, mana bugun biz G'o'za maydonidamiz. Ushbu maydonga Xitoy navining 87 navi ekilgan. Mana bugungi kunda ushbu dalada zararli organizmlarning tarqalishini kuzatyapmiz. Bugungi kundagi asosiy muammolardan biri o'rgamchakkana hasharoti. Mana yaqinroq olib keling, o'rgamchakkanani tushganligi, uning zararini mana barq plastinkasiga qarab bilsa bo'ladi. Ustki qismi qizg'ish rangga kiradi. Ostki barq plastinkasi esa mana g'ubor holatda turadi. Ushbu o'rgamchakkana mavsumda 20 ta, 24 ta avlod beradi. Ob-havoning temperaturasiga qarab 7 kunda bitta avlod beradi. Bittasi 200 donagacha o'rgamchakkana tuxum qiladi. Bir haftadan keyin uni ko'paytirib ko'ring, qancha bo'lib ketadi. Shuning uchun Petrochem Agro kompaniyasi tomonidan Visprometin akaratsidi bor. Ushbu akaratsiddan foydalansangiz tarkibi spirodiklafen 22% hamda abamektin 1.8%. Ushbu akaratsidni g'o'za maydonlariga qo'llasangiz juda ham bir yaxshi natija beradi. Sababi shuki, o'rgamchakkanada 5 ta faza bo'ladi. Tuxum, lichinka, proninfa, beta-ninfa hamda imago holatda bo'ladi. Ob-havoni isib ketish jarayonida buni haftasiga 2 marta qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir hafta o'tkazib, keyingi bular kontak ta'sir qiladi. OH 600 moslamasida sepsak, barq plastinkasini shamollatib ochib, natijasi yaxshi bo'ladi. Tagigacha tegadi. Shamol varaqlaganligini hisobiga 80-90% biz yuqori samaraga erishamiz. Qolganlarini kontakt sistemali ta'sir qilganligi uchun bir haftadan keyin yana bir avlodiga qarshi kurashib qo'ysak, biz ushbu zararli organizmni oldini olgan bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.